Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. 7. bo'lim. Insonlarning Qur'oni Karimga nisbatan odoblari. Imom Muslimning sahihlarida Tamim Dari radhiyallohu anhuning ushbu rivoyatlari keladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam din nasihatdir, samimiyatdir dedilar. Biz u zotdan kim uchun ey Allohning rasuli deb so'radik. Shunda u zot Alloh uchun, kitobi uchun, rasuli uchun, musulmonlarning boshqaruvchilari uchun va barcha musulmonlar uchun dedilar. Ulamolar hadis sharhida quyidagi so'zlarni keltirishgan. Alloh taoloning kitobiga bo'lgan nasihat uni Haq taolo nozil qilgan kalomi bo'lganiga, hech bir maxluqning kitobiga o'xshamaganiga, hech kimsa uning o'xshashini keltira olmasligiga iymon keltirishdir. Unga ta'zim qilgan holda xushu ila tilovatda harflarini haqqini berib o'qish, tahrifchilarning, ya'ni o'zgartiruvchilarning va haddidan oshganlarning ta'vilidan saqlash hamda uning ichidagi narsalarni tasdiqlashdir. Yana undagi amr va cheklovlardan bo'yin tovlamaslik, ilm va misollarini anglash, bergan nasihatlaridan ibrat olish, hayratda qoldiruvchi holatlarini tafakkur qilish, muhkam bo'lgan oyatlariga amal qilish, mutashobih oyatlariga taslim bo'lish, umum va xususni, nasx va mansuxini o'rganish, ilmlarini yoyish, unga va unga doir yuqorida zikr qilganlarimizga chorlashdir. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain.